Ba'zan inson butun dunyoni oyoqqa turg'izadi, lekin bir marta tizzasini egib, qo'lini duoga ochmaydi. Boshiga ish tushsa darrov tanish izlaydi, kimdir yordam berarmikin deb yuguradi. Kimdandir qarz so'raydi, kimdandir maslahat, yana kimdandir dalda kutadi. Lekin eng birinchi qiladigan ish duoni yoddan chiqaradi. Insonning ishi odamlar bilan emas, Alloh bilan bitadi. Puling, tanishing hammasi bir sabab. Ammo natija faqatgina uning irodasi bilan bo'ladi. Shuning uchun qanchalik qiynalgan bo'lma, birinchi bo'lib duoga qo'l och. Odamlarga emas, Allohga ayt. Dardingni, umidingni, og'riqlaringni. Duoning kuchi, uning qanchalik qudratli qurol ekanligini, duoning qabul bo'lish va bo'lmaslik sabablarini bilmoqchi bo'lsang, Duo anatomiyasi nomli 7 soatlik audio kitob tayyorlab qo'yganman. Biodagi havola orqali o'tib, audio kitobni olishing mumkin.